Bugungi mashinamiz 1.6. Motorimni ishlashi, qaltirashi, xohlasa polni tekshirib, programma qilib, taqinlab ham qo'ygan ekan, switch provaderlarni almashtirib, cho'tka qilib beramiz. Bularda oddiy knopkali bo'lgan. Bizga hozir bularga releyli qilib, to'g'ri programma qilib beramiz. Relay o'rnatib bo'ldik. Ishlashi bo'ladi. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Qarashlari yo'q, tekis holatda ishlayapti. Tunov holatda. Kim shunaqa xizmatlarga ega bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Shularga yechim qilib beramiz.